Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli Klimat Center Samarqand obunachilari, mijozlari. Biz bugun mana Samarqand viloyati Nurobod tuman Ibn Sino sanatoriyasiga yetib keldik. Bu yerga bizlar ikkita 100 million so'mlik muzlatgich omborni buyurtmasini qabul qilgandik. Mana hozir keldik. Xudo xolasa ichkariga kirib sizlarga chiroyli obzor qilib beramiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yer xolodilnik ombor qismimiz. Bu yerga bizlar ikkita plyusovoy, minusovoy muzlatgich ombor qurib berdik. Mana ko'rishlaringiz mumkin, bu yerga birinchi kameramiz bo'lib, bu yerga plyusovoy muzlatgich xona, ya'ni bu yerga bizlar agregat 5 HP germetичный kompressordan ustanova qilib berganmiz. Bu yerning senish panellari penopoliuretan senish panel, ya'ni 40-45 plotnostdagi panel. Eshiklari ham mana zavodskoy penopoliuretan razmeri 1:2, kirib chiqishga bemalol udobni. Mana bu shit miyasi. Mana bu yerga ikkinchi kameramiz. Bu yerga go'sht mahsulotlari, tovuq va hokazo o'sha minusovoy mahsulotlar uchun mo'ljallangan muzlatgich ombor. Bu yerga bizlar 3 HP li germetичный kompressor bilan xolodilnik agregat o'rnatib berganmiz. Buni panellari ham shunaqa penopoliuretan 40-45 plotnost va eshiklari ham shunaqa zavodskoy. Mana hurmatli mijozlarimiz, mana bu yer motor qismi. Mana bu yerga ikkita motor turibdi. Birinchi motorimiz, ya'ni plyusovoy motor meva-cheva uchun mana 5 HP. Ikkinchisi minusovoy tovuq mahsulotlari, go'sht mahsulotlari uchun 3 HP motor. Agar siz azizlarimizga ham shunaqa sifatli va eng muhimi hamyonbop narxlarga muzlatgich omborlar kerak bo'lsa, agar Klimat Center Samarqandga bemalol buyurtma beringlar. O'zbekistonning istalgan hududlariga borib, patkuloj yasab keladi. Biz bilan bog'lanish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Sizlar bilan Klimat Center Samarqand